Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun obzorimizda 2 xonali kvartira, 2-qavatda mikrorayon hududi bo'lyapti. Chiroyli ta'mirlangan ekan. Men obzorni boshlayman. Har doimgidek kirish qismidan siz bo'lsa like bilan qo'llab-quvvatlaysiz. Bu uyimizda kirish qismi. Skvoznoy planirovka bo'lyapti, 50 kvadrat. Mana shu yerda prixожий mebellar qo'yilgan va mana shu yerda ham bitta kladovka uchun joy qilsa bo'ladi. O'ng qo'lda hojatxona hammom alohida. Yuvinish xonasi va oshxona. Oshxonani balkonga ko'chirgan. Mana shu yerda o'tirib ovqatlanadigan sharoit qilsa bo'ladi. Oshxona mebellari hammasi bor. Kir yuvish mashinasi, gaz plita, vытяжкалар va холодильник. Shkoflari ham juda ham zo'r, katta ekan. Ko'p narsa sig'adi. Keyingi xonamiz mehmonxona bo'ladi. Va mana shunday mehmonxona. Parda gilamlari bor. Juda ham zo'r ta'mirlangan va uyimiz burchakda joylashgani uchun uteplit qilingan devorlar. Keyingi xona yotoqxona bo'ladi. Mana shunday yotoqxona qismi va balkon qismini ham qo'shib yuborgan. Issiq suv va isitish tizimi to'xtatilgan bo'lyapti. Aziz do'stlar, bugun kvartiramiz srochno sotuvga chiqqan. Narxi 48 ming, yana ozroq savdosi bor ekan. Faqat naqd pul asosida bugun kvartiramiz. Juda ham chiroyli, juda ham akkuratni ta'mirlangan kvartira. Faqat narsalarda olib kirib yashaydigan sharoit qilingan. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Ko'proq variantlarimiz Telegram guruhimizda bor. Bemalol qo'shilib, kuzatib borsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli va fayzli uylar nasib qilsin.